issig'i chiqqan edi. Keyin men hech kimga qilmadim telefon. Rolterlarni bekitib qo'ydim, olib qo'yishdi. To'g'risini aytmaysanmi? Lavlari ko'karib qotib qolgan. Shartta qo'limdan bolani olgan, ustimga narsa berib. Bog'chada qanaqa yashab kelasizlar? Qayerda ovqatlanasizlar, qayerda cho'milasizlar? Qanaqa bu yoqqa sizga ruxsat berishdi turishga? Kvartiramda ayol zamokini o'zgartirib qo'yishdi. Keyin kira olmadim. Keyin ko'chada turdik 2 soat, 3 soat. Keyin boshliqqa qildim. Maylimi bog'chada o'tirib tursam, anaqa xolam smenlar ekan, tinchlikmi dedilar. Keyin ham tinchlik uyimni zamokini o'zgartirib qo'yibdi pul bermaganimizga. Unaqa desam, ha, mayli bemalol boravering dedilar. Keyin shu bilan shu yerda qolib ketdik. Bola ketadi, gilamga olib chiqib ko'rpacha yotamiz. Keyin yana ertalab bolani maktabga mashina ishlaganda yurib mashinaqa bu yoqda ovqatlanamiz. Bog'chani ovqatidan, boladan ortsa berishadi. Ortmasa onam bilan uydan olib kelib, mashina yeb ichib, mashina o'tiramiz. Qanaqa qilib yetkazgansiz ijaraga, bu yoqqa oziq ovqatga? Onamlardan olardim. Keyin onamlar oyliklarini berardik. Keyin men borib pul kreditga aytishdi. Pasporting menga oyligingga bermaydi-yu deyishdi. Oyligingiz ko'tarmayapti dedi. Shu bilan keyin narsa qildim. Narsa qilishni boshladim. Keyin sotdim. U ham yetmadi. Keyin oxiri kreditni olib u yoqqa to'layman desam, o'sha kreditga ham to'la olmayapman. Keyin shu bilan u yoqqa kirdim, bo'shadi, haydab bordik. Narsalar bilan chiqib keldik. Keyin bu yoqqa keldim. Oxiri onamlar undan so'raylar, bulardan so'raylar, o'sha bilan yo'q qiynalib ketdim deb. Bor deyman narsalarni bekitib qo'yganman. Kuni rolterlarni bekitib qo'ydim, olib qo'yishdi. To'g'risini aytmaysanmi? Shu narsa yo'q deb aytgim kelmaydi o'sha hech kim. Allohga shukr, bu kunimdan ham nolimayman. Xudoga shukr. Bolalarim tur, hammasi sog'lom. O'zim ishlayman ham. O'g'lim sal temperatura qilyapti. Issig'i chiqqan edi. Keyin men hech kimga qilmadim telefon. Bor dorilarni ichirdim. Keyin bir mahal qaltirashni boshladi. Qorong'i edi. Shunaqa esimdan chiqmaydi. Oyoqligi sudraga bo'lib qolgan, qanaqa lavlari ko'karib qotib qolgan. Shundan bolani ko'tarib men 5-banizda bolalar uyiga yugurganman. Shartta qo'limdan bolani olgan, ustimga narsa berib, kiringlar, olib kiring deb bolam o'shandan keyin yarim soatdan keyin qo'limga olib chiqib berishgan. Aptekaga kirib yalinganman, dori bering. O'sha kun umuman bitta o'sha kun esim qolgan. O'sha asorat qolib ketdi. Nevrologическийga o'tib ketardim. Sal nevro baqirib ketadi. Qaratmadim, shundoq katta o'g'lim 11 yosh bo'lyapti, Xudoga shukr. Bir marta tekshirtirganimda onam ham bilmaylar, hozir ham haligacha bilmaylar. Doktorga chiqqanda zahr bo'lganim aniqlandi. Hali hech kim bilmasdi, bu yerda hech kim bilmaydi. Ramazon oyida bizani yo'qlab kelibsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Baraka topinglar. Shu hadiyalarga Alloh rozi bo'lsin. Sizlar ham rozi bo'linglar. Hech qachon farzandim meni ko'nglimga tushib hayot kechirmasa, eng chiroyli payg'ambarlarimiz Maryam onalarga o'xshab hayot chiroyli bo'lib yursin. Hech qachon bizlarni kuyga tushmasin hech kim ravo ko'rmayman.
umrlari ko'p bo'lsin, ota-onalarni umriga opasin. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.